maktabga hozir tez bormasam ustoz aniq chiqaradi. Voy prinsessa, bugun Estromi senga bitta taklif beradi. Uni xafa qilmaysan degan umiddaman. Nima? Qanaqa taklif beradi? Plus qanday taklif u? Keyin bilib olasan. Okey, yuri. Hozir dars boshlanadi. Dars boshlanishiga ham 5 daqiqa qoldi. Hozir bormasak, ustoz bizani aniq tikka qo'yib qo'yadi. Qani, let's go, ketdi, давайте. Hey, sen gapga gap aytmoqchi edim. Xo'p, eshitaman, nima gap? Xo'sh, men kompyuterxona ochgandim, shunga birga sherik bo'lishga rozimisan? Tushunmadim. Nimaga aynan men? Keyin bilib olasan, prinsessa, buncha ko'p savol berasan-e. Uzr. Xo'p, mayli, men roziman. Kompyuterxonani ko'raylik-chi. Rahmat senga. Nimaga rahmat deysan? O'zi shuncha zo'r taklifni berib, yana rahmat aytishingga o'ylayman. Davayt unda kompyuterxonaga boraylik, ko'raylik. Mazza qilib do'stlarni chaqirib o'ynaylik. Qani, let's go. Oho, bannerlarni ham cho'tga qilibsan-ku, Estromi. Qani, kerakli. Buncha zo'r bu-yo. Tak, obunachilar, mana kompyuterlarni, keyslarni, korpuslarini qaranglar. Bay. Estromi, asal qilsana, xona. Chiroyliligini qaranglar buni, obunachilar. O'tirishini qaranglar. Shu bak bo'lib qo'raveradi-da, biz o'ynasak. Reyti telefon qilyapti. Allo, Reyti, maktabda oldagi kompyuterxonaga hammamiz shu yerdamiz. Xo'p, hozir boraman. Oho, hamma shu yerda-yu. Qolganlarni ham chaqiraylik. Xo'p, bolalarga telefon qil. Nightboy, Shoh, Kanrochi, maktab oldida ochilgan kompyuterxonaga tez kelinglar. Estromi, vashcha cho'tga asal chiqibdi boru. Da, ancha xarajat ketdi. Da, lekin xarajatiga arziydi, Estromi, qanaqa buyurma. Mana bu adminlarning xonasini qaranglar, mana bu keysini qaranglar. Juda ham yoqdi. Men rozi bo'lganimdan вообще xursand bo'lman. Mana konditsioner, mana Batmanni. Anaqasini qaranglar. Maktab ham ko'rman. Janarsan, videoga like, kanalga obuna bo'linglar va 3-qism tezda chiqadi agarda videomda 500 ta like yig'iladigan bo'lsa. Oho, yaxshi, juda ajoyib bo'pti xona. Wow, вообще yo'q, xona juda ajoyib. Dayi, shuncha mehnat ketgan, shuncha xarajat ketgan bu yerga, bechara Esromikni. Nightboy, qalaysan? Yaxshi, rahmat, o'zing. Ey, stop. Bu yoqni sastmaylar. Kompyuterxona bu yoq. Qiz, Nufzi. Bo'ldi, urushmaylar, lekin Nufzini ham to'g'ri gaplari. Bu kompyuterxona. Hamma xohlagancha o'ynasin, qarochi, bugun mendan grev. Oho, hamma Estromik saxiy deb kommentariyaga yozsin. Sizlar ham aytinglar do'stlar, Estromik saxiy deb. Qisqasi hammamiz shu yerda ekanmiz. Biz birga bo'lishimiz kerak. Ya'ni sinfdoshlar 7 taligimiz birga bo'lishimiz kerak. Barchaga omad, bu yana bilmadim. Jinursan, bizning kompyuterxonamiz buzilishi mumkin. Kelinglar bu yerga. Qanaqasiga? Qanaqa qilib? Jinnimisan, Ofsi? Men hujjatlarni ko'rdim. Binoni buzish yoki ta'mirlash haqida reja bor ekan. Yo'q, unaqa emas, oldin tekshiramiz. To'g'ri, hujjatlarni menga ko'rsat. Bu hujjat eski ekan. Xudoga shukr, qo'rqib ketdim. Yopilib buzilib ketadimi deb. Eski bo'lsa ham baribir buzilish xavfi bor-ku. Unda xonani saqlab qolishimiz kerak, himoyalashimiz kerak qo'ldan kelgancha. Nega yolg'iz o'tiribsan? Shunchaki o'ylanib o'tiribman-da. Kimdir xafa qildimi? Menga bemalol aytishing mumkin. Sen yaxshi odamsan. Salom qolishmaysan. Jinursan, nima haqida gaplashishyapti bular? Ertaga komissiya keladi. Agar kompyuterxona talabga javob bermasa, yopiladi. Agar talabga javob berilmasa, yopiladi. Voy, bolaga tez aytish kerak. Obunachilar, sen gapirishim kerak. Komissiya ham keldi, mana Jinursan hozir kompyuterxonalarni tekshiryapti, hamma joyini. Tak, men bunda 2 ta hamkasb direktorni va militsiya xodimi. Sekinga tekshiryapti bu yerda Estromik bilan Dark, Nofsi hammasi o'ynayapti, ish qilyapti. Jinursan nima derkan, qani eshitamiz. Bir hafta ichida bu xona foydali ekanini isbotlaysiz. Agar hammasi yaxshi bo'lib, xona ishlab tursa,
Bu yer qoladi. Bo'ldi, hammasi yaxshi bo'ladi. Xayr. Jinursin obunachilab ketishdi va nihoyat va biz endi bu kompyuterxonani aktiv qilib, odamlarni chaqirib, jalb qilib juda ham ajoyib va g'aroyib qilishimiz kerak. Qisqasi, sizlar videoga like, kanalga obuna bo'linglar. Biz tezda 2 mingta bo'lishimiz kerak va barchaga rahmat. Biz 1000 ta bo'ldik. Bo'ldi. Kompyuterxona buzilmasligi uchun biz jonimizni berib harakat qilishimiz kerak Men bo'ldi. odamlarni chaqiraman. Men reklama qilib hammaga tarqataman. Men texnik tomonini yaxshilayman. Demak biz hammamiz birgamiz va bu sinovlarni hammasini yengib o'tamiz. Sizlarga ham omad, o'zimga ham omad. Men ham agarda ish biladigan bo'lsa, qo'ldan kelgancha yordam berishga harakat qilaman. Kanalimda men uyga ketdim, kecham bo'lib qoldi. Mayli, sog' bo'linglar. Bolalar haligina pulni oldinglar. Tushunursin. Bolalar, tez kelinglar. Tushunursin, ekranda men qaytdim deb aboyning ustidan yozildi. Nima bo'ldi hozir? Demak, kimdir bizni kuzatyapti. Nima? Bu xabar noma'lum odamdan kelgan. Sababi bizning kompyuterlarimiz hech qaysi bir odamga ulanmagan, o'zimizdan tashqari. Jinursin kim bo'lishi mumkin axir? Bizning dushmanimiz yo'q bo'lsa pashti. Shoh bor edi, mayli u bizlar bilan o'sha do'st bo'ldi. Nima qilamiz, kim qilgan? Tez kameralar tekshiramiz. Xo'p, lekin qaysi vaqtda kim ulanib ketganini qayerdan bilasiz? Jinursin, men umuman ko'rmaganman ham. O'zi bu yerga yaqinda kelgan bo'lsam, taniysizlarmi? Hey, men buni oldin ko'rganman. Xo'sh, yaxshi, unda kimligini bilasanmi? Aniq bilmayman-u, lekin ko'rganman. Hatya ismini bilarsan, bizga kerak bo'ladi baribir. Uni ismi Shadow. U 1 yil oldin shu maktabda o'qigan va birdaniga yo'q bo'lib qolgan. Jinursin o'lib qolmagandir. Mayli nima bo'lsa bo'ldi, ertaga topamiz bolalar. Oldin seni yomon deb o'ylardim, lekin hozir fikrim unaqa emas. Ha, hamma shunday o'ylaydi. Endi sen bizning jamoamiz qismisan. Balki. Shunaqa. Uzr, bilmadim. Hozir olib beraman. Rahmat. Har safar rahmat dema. Nega? Chunki senga yordam berish menga yoqadi. Bor yo'qol. To'xta, nima qolsa? Jinursin bu qayoqdan keldi, tez qotish kerak. Jinursin qochib ketdi. Tez bolaga telefon qilish kerak. Alo, Estromik? U 1 yil oldin shu maktabda o'qigan va birdaniga yo'q bo'lib qolgan. Nima bo'ldi? Gaplashdinglarmi? Nima bo'ldi? Shu ekan, aniq ko'rdim. Hech narsa demadi, qochib ketdi. Jinursin, demak u yana keladi oldimizga. Uni topishimiz. Jim bo'linglar. Mani boshqa narsa qo'rqityapti. Xudoyim, yana nima bo'ldi? Men qog'oz topib oldim. U yerda kompyuterxona 24 soatdan keyin yopiladi deb yozilgan. Nursun, qanaqasiga buni kim yozgan bo'lsa ham topishimiz kerak. Hamma balolar bizning boshimizdami? Nima bo'lyapti, Jinursin?